shartnoma qildi. Nechta odam qo'yding shu yoqqa shartnoma qo'yib? Kvartirani qo'y. Nechtasi domni portlataman deb keldi. Sen qo'ygansan hammasini. Shartnoma qo'ydim. Sen maklerlik qilib, menga maklerini oldi shartnomani ko'rsa, sen kimdan ruxsat berib maklerlik qilasan bu yoqqa? Davlatga pul to'layapsanmi? Maklerlik qilayotgan yo'qman. Menga uyda egasiz, anovsini tashlab ketgan. Necha marta maklerlik qilib uy qo'ygansan, hammasini sashaq qo'ygansan. Butun mahalla maklerlik qilasan, bari alkash, ichuvchi anshularni qo'yasan, boshimizga domizga. Bor o'zing o'y domingga qo'y bori. Egasi bilan gaplashtiraman. Yo'qda tepani. Qaysi tepani egasi bilan? Men endi hokimiyatga boraman. Bor. Videoga tushirib boraman. Bor. Sen bu yashash kerak. Bor, xohlagan joyingga bor. Bo'ldi. Qo'shmachxona ochib qo'yganimiz yo'q, tushundingmi? Sal ishing bo'lmasin. Mani uyim bu. Tepasi yoqmasa sen olib keling shularni shu yoqqa, tushundingmi? Men olib kelganim yo'q. Biz ham qo'limizdan kelgancha yordam qilganmiz shu oilaga. Qaror tiganimiz yo'q. Lekin o'zingizga sharoitni tushuntirib aytyapti. Go'dalab shunday deb aytilyapti. Lekin yo'q, battar qilinyapti, battar bo'lyapti. Nima qilish kerak endi? Deganim yo'q. Prosta Sen nima svarsh tog'ada? Hozir xo'rozini ol, tog'ini ol, yoqqa meni jo'natib ol, men bilan kuylasasa, kurashib ko'r qani. Men sen svarsh tog'a emasman, tushundingmi? Quloqqa o'sha hamma joy telefoningga yozasan, yoqqa borasan, bu yoqqa borasan, bor xohlagan joyingga. Siz qanday qilgan bo'lsangiz, men ham shu. Salam hozir men bu yoqqa necha marta domni portladi, kvartirani sen qo'ygansan, butun dom portlab ketdi. Sanodan ishi. Sen qilgansan, gazni yoqib qo'ygansan, shayx kelib, odam olib kelib. Hech qachon ham. O'sha odamni ham olib kelaman. Sen qo'ygansan shu kvartirantni. Qo'yash ekansan, jimgina bor, domingga dom boshlik qil. Bu yoqqa men dom boshiman, o'zim hal qilaman. Shu dom, mana shu kelgandan beri bizlardan zarar ko'rgani yo'q. Faqat yaxshilik qilganmiz. Mahfuzingga ham kuyovga ham, xo'pmi? Qachon yomonlik qildik biz? Ha? Biz sizga yomonlik qildi deyotganimiz yo'q. Qo'limizdan kelgan yaxshilik qilamiz. Deganimiz yo'q. Prosta pish kuchingizni eplang bizlarda ham. Menga qo'ling bezerma gapir. Men sendan necha yosh kattaman? Qo'ling menga bezak qilib gapirasan? 4 ta kuchuk 20 ta pishaq qilib olgan. Sen nima ishing bor? Meni xonadonim. Sen ishing bo'lmasa. Bor domingga bor xo'jayinlik qil. Sen o'sha yoqqa domboshimisan? 3-domga ayla, mana shu yoqqa xo'jayin. Tushundingmi? Sen o'zing domboshchilik qil. Bo'ldi. Men prosta sizga ogohlantirib aytaman. Ebi kuchingizni yig'ing. Mana endi chaqaloq bor, uxlolmayapti. Chaqaloq hali azob kuncha quloq eshitmaydi, tushuning 40 kungacha. Bu yoqqa kel, charillama menga. Charillayapti. Siz Kelasan Zahro bilan janjal qilasan. Kelasan bu bilan janjal qilasan. Nima men domim bilan janjal qilasan? Nima faqat men domim bilan janjal qilasan kelib. hamma so'rab turishlikni Sen yengib olgansan. Men sen svarsh tog'a emasman. Bor ekan joyingga bor. Xohlagan joyingga bor. Bor joyingga bor, xohlagan joyingga bor. Bor shartnoma qildir. Egasini chaqir bu yoqqa. Kelasan, uyimni buzasan, vannaxonamni buzasan, bu yoqni buzasan, xohlagan ishni qilasan, uyimga kelib. Bor uyingga olib boribdi, yoqmaydigan bo'lsa. Men senga bu yoqqa kvartira olib ketganim yo'q. O'zinglarni olib keling. Qo'ymayman bu yoqqa hech kim shartnomasi yo'q deb. Agar shuni ko'zi ko'rmasa, Mahfuzda ham qo'limizdan kelgan yaxshilik qildik kelgandan beri. Qarindosh urug' haqqa aytaylik bu yoqqa kelgan vaqtda.